Assalomu alaykum. Ismim Farhod. Buyuk Britaniyaning fintech kompaniyasida mahsulot menejeri bo'lib ishlayman. Men o'zimni sun'iy intellekt orqali undan unumli foydalanish, uni orqali startap yaratish, orqali kod yozish va shunga o'xshagan kabi video darslarning seriyasini davom etyapman. Oldimda turgan maqsad sun'iy intellekt orqali undan unumli foydalanib, veb-sayt yaratish bo'ladimi, MVP startapingizni yaratish bo'ladimi, balkim umuman mobil ilova chiqarmoqchisizlar sun'iy intellekt orqali. Bular hammasi imkoniyati bor. Menda oldimda turgan maqsad o'sha instrumentlardan foydalangan holda sizlarga foydali kontent yaratish. Bugun biz Lovable instrumenti orqali tezda landing sahifa yaratamiz. Uning uchun biz ChatGPT dan foydalanamiz orada va qilgan landingimizni birdaniga onlayn qilib, birdaniga ko'radigan qilamiz. Boshladik. Ha, aytgancha, Telegram kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. U yerda startap haqida, loyihalarim haqida, product management, dizayn haqida va umuman o'zi tajribalarimni bo'lishib boraman. Oldinlari sun'iy idrok orqali kod yozish bo'lmaganda, misol uchun biron kishi kelsa men oldimga, iltimos, menga landing sahifa kerak, misol uchun o'quv markazim bor, tezda yaratish kerak bo'lsa, nima qilgan bo'lardim? Figma o'tirib dizayn chizardim. Undan keyin uni kimgadir berardim, iltimos, o'sha dizaynni menga Word'ga qilib, o'sha HTML ga aylantirib ber derdim. Undan keyin agar uni adminkasi kerak bo'lsa, biror narsa orqali boshqarish kerak bo'lsa, odatiy meni qiladigan ishim WordPress ga ulagan bo'lardim. Hozir esa umuman boshqa yo'nalish, boshqa patronlar, boshqacha hammasini qilsak bo'ladi. Demak, bizga mijoz keldi. Siz sayt yaratadigan odamsiz. Sizda mijozingiz bor, unga tezda o'quv markazi uchun veb sahifa kerak. Bir varoqli. Nima qilamiz? Ishni boshlab olamiz. Demak, birinchi qiladigan ishim menga to'g'ri prompt kerak. Bu Lovable ilovasi, Lovable servisiga biz to'g'ri prompt berishimiz kerakki, bizga zo'r natija berish uchun. Ishni ChatGPT dan boshlayman. ChatGPTni pullik versiyasini ishlataman. Unda nima deyman? Xo'p, demak, inglizchada yozaman. Qayerda xato yozishim mumkin, bunga e'tibor qilmaysiz. Asosiy maqsad bizning natija. Demak, I want to create a landing page for my education center. I need your help with prompt for Lovable dev. Okay. Keyingi qismim ozgina demak nima kerakligini aytdim va unga o'sha promptlar bo'yicha yordam so'ratganini aytdim. Endi yozaman. Site should be just one page landing. Hozircha inglizcha yozaman. Sababi sun'iy idrok to'g'ri o'zbekchani ham tushunadi, ruschani ham tushunadi, lekin inglizchada xayolimda ozroq natija yaxshiroq bo'ladi. Ranglar haqida aytaman, misol uchun use blue color as a main. Hop, yana nima deymiz? Texnologiya haqida aytaman bu yerga. Ozgina texnologiyani bilganim uchun menga oddiy veb sahifa kerak, boyaga React, boyaga Vue kabi juda murakkab texnologiya staklari ishlatmasin. Use HTML, CSS, JS bo'ldi. Yana nima deyman? Yana maxsus narsa aytaman. Demak, site should suggest section and it should convert leads to customers. Demak, asosiy call to action, asosiy umuman landing yaratishdan maqsad nima? Kimdir telefon qilsin, kimdir zaявka qoldirsin, kimdir formada aloqaga chiqsin. Bu yerda oddiyroq qilamiz hozir vazifani, vaqtimiz chegaralanganligi uchun. Call to action dedim. Call to action phone call. Demak, telefon qilsin, o'sha biz uchun call to action bo'ladi, mijozlarda gaplashib, uni mijozga aylantirib olish uchun. Yana nimalar so'rashimiz mumkin? Demak, bu yerda
So'radik, yozdik. Aytamiz site will be in Uzbek language. Va aytamizki also your final prompt for Lovable should include Uzbek content. To'g'rilab olamiz. Yana bir narsa qo'shimcha qilaman. Ask me if you need clarify anything. Demak, unga aytdikki, agar biror narsa yetishmasa ma'lumot, uni so'ragin deymiz. Yubordik. Endi javobini qarab turamiz. Nima bizga maslahat qiladi? Marhamat, savollar mana so'rayapti. Demak, birinchisi so'radi what type education center? Keyin til deymiz, language. Ikkinchisi so'radi do you have no education? Nomi bormi? Nomi Farhod Edu bo'lsin. Uchinchisi bor, telefonimizni beramiz. Marhamat. 1 2 3 4 5 6 7 4 I don't have those one. Har qanday sharhlarni, kurslaringiz ro'yxati bormi, balkim qanaqadir qayerda joylashganligini qo'yish kerak deyapti. But use mockup information. I will change them later. Bo'ldi. Davom etamiz. Ajoyib. Generatsiya qilyapti. Yaxshi. Saytlar strukturasini berdi bizga. Yaxshi. Lekin kontentni qanday deymiz? In Uzbek language. Marhamat, mana kontentlarini bera boshladi. Demak, yaxshi, bu qismlari, lekin hech qanaqa nimalari yozmadi. Okay. Qarang, tashlab ketyapti, ko'ryapsizmi? Misol uchun boyagi yozgan HTML, CSS, JavaScriptda bo'lsin degandim. O'sha joylarini promptda ishlatmayapti. Demak, buni ham to'g'rilaymiz. Your prompt should include also include technical part like stack and style, which I mentioned before. Please, iltimosam deb qo'yamiz. Please be careful. Yaxshi, ajoyib, zo'r. Prompt tayyor. Endi buni Lovable'ga ko'chiramiz. Ko'chirdik-da. Lovable'ga o'tganman, bu yerga avtorizatsiya qilganman va buni qo'yamizda. Bitta narsa maslahat bergan bo'lardim. Keling, Dribble'dan shunga o'xshagan stillarda veb sahifalar topamiz. Education deymiz. Yaxshi, mana shu yoqda stili bo'yicha. Keling, shuni o'zini olamiz. Save as image.
Muhammad. Bizga shu kerak. Demak, logoga va buni beramiz. Va qo'shimcha qilib aytamiz bu yerga. Style of the landing page should be like attached image. Yaxshi. Boshladik. Shu yerda mo'jiza boshlanadi xayolimda. O'zim bilmayman nima natija beradi bu yuborgan promptimiz. Ozgina kutamiz. Menimcha nasib bo'lsa yaxshi ish berish kerak. Lovable'da nima uchun aynan bu darslik uchun bu sizlarga Lovable tanladim. Lovable'da qulaylik tarafi, agar siz misol uchun qilingan veb sahifani internetga yuklashni bilmasangiz, hosting bilan ishlashni bilmasangiz, qanaqa serverga yuklashni bilmasangiz, Lovable foydali bo'ladi. Lovable ko'rib turganingizda mana bu yerda publish tugmachasi bor. Publish tugmachasi bosganingizda sizga adres beradi. O'sha adres orqali kirsangiz, tayyor landingingizni ko'rib turasiz. O'sha qulayligi bor. Misol uchun bu yerda biz kursor ishlatsak bo'lardi. Kursor bizga tayyor kodni beradi. Tayyor kodni biz olishimiz kerak edi, keyin qayergadir yuklashimiz kerak bo'ladi. Bu yuklash kerak degani boya yuqorida aytganimda sizga hostingni tushunishingiz kerak, FTP, server va shunga o'xshagan kabi narsalarni tushunishingiz kerak bo'ladi. Bu darsda esa mening maqsadim umuman bu sohadan uzoq bo'lgan odamlar, lekin tezda landing sahifa kerak. Shart emas siz umuman texnik taraf bilishingiz. Balkim siz promptda boyagi aytishingiz mumkin. Men texnik taraf tushunmayman. Shuning uchun menga maslahat qil, nima ishlatishim kerak deb aytishingiz ham mumkin. Xo'p, demak, ishlar ketyapti. Kutamiz bu yerda. Mana bu yerga qanaqadir nimalarni yurg'izyapti. Writing feature card nimalar TSX. Hayolimda baribir ham qiyin staklar tanlayapti. Shunchaki HTML, CSS, JavaScript dan o'tib ketib boyagi React boshqa narsami ishlatyapti. Keyin menga ham qiziq TSX o'zi formati nima? TSX format. TypeScript. Yaxshi. Birov menga ma'lumot berdim, eshitganman. O'sha TypeScript uslubi bor. Reactda yozadimi, Vue'da yozadimi? Demak, nimalarni shunga o'xshab ishlatmoqchi bo'lyapti baribir. Shunga qaramasdan, men unga sodda qil deganimga qaramasdan. Menimcha bu yerga ozgina tanaffus olsak bo'ladi, yaratib bo'lganicha va yaratib bo'lgandan keyin qaytaman. Demak, qaytamiz videomizga. Bizga Lovable aytayaptiki, bu yerda boya yozuv bor edi ekranda. Taxminan 3 daqiqa vaqt ketdiki, mana shu ko'rib turgan landing sahifani yaratishga. Nimalar bizga berdi? Men ham sizga o'xshab qiziqib ko'ryapman. Tajribali o'qituvchilar, har bir o'quvchi individual yondashuv, kutilganicha erishish kafolati, kurslarimiz, talabalar fikri, qanday ishlaydi, bog'lanish, ariza yuborish. Toshkent shahri Chilonzor deb qo'yadi Toshkent shahri. Yaxshi. Rasm to'g'risini aytsam, endi balkim onlayn deb o'ylagandir, shu onlayn o'rganadi uydan deb. Umuman olganda ko'rdingiz. Endi qarang, sehrli knopkani bosamiz. Publish. Farhod Edu yulduzi. Ana. Marhamat. Qancha vaqt dars yozyapman? 15 daqiqami? 15 daqiqada landing tayyor. Qancha vaqtingiz ketardi oldinlar buning uchun? Siz ishingiz yonib turibdi-da, hozir shuna landing kerak. Bo'ldi, tezroq chiqarishingiz kerak. Biron joyga shoshilyapsiz. Mana yechim. Demak, endi ozgina vaqtimiz bor. Buni keyin to'g'rilashga harakat qilamiz. Keyin umuman ishlatib ko'ramiz, nima joylari bor. Ariza yuborish, to'ldiring deyapti. Mayli, yuboramiz. Farhod. Telefon raqamimizni ham yozamiz. 91 1 2 3 4 5 6 7. Kursni tanlang. O kurslarni ham chiqarib qo'ydi. Ariza yuborish. Arizangiz tez orada siz bilan bog'lanishadi. Qo'yib, qo'ng'iroq qilish asosiy so'ragan narsamiz. Qo'yib, keyin so'raymiz endi tepada ozgina buni to'g'rilashga harakat qilamiz. Inglizcha yozaman bu yerda. Demak, add menu in the
header section and links should be lead to sections. Demak, mana bu joylarni o'zi nega aynan biz kurslarimiz kabini headerga qo'shib ber deyapman. Birinchi qiladigan ishi also add call to action button in the header which will open phone call. Yaxshi, nima qo'shishimiz mumkin? Rasmni keyin to'g'rilab olsak bo'ladi. Keyin shuni qo'shaylikchi nima bo'lar ekan? Eslatib o'taman, Lovable'da to'liq bepul versiyasi hozir ishlatyapman. Hech qanday pul to'lamagan. Faqatgina ChatGPT'ni pulli versiyasida ishlataman. Menimcha bepul versiyasi orqali ham boya prompt yaratib olsa bo'ladi. Demak, qanaqadir narsa tayyorlayapti joyini. Yaxshi. Nima joylar bor ekan? Qiziq o'rganib ko'ramiz. Hide sidebar yaratish, yangi joyni ochish. Buni ko'rsak bo'ladi biz. Mobil telefonda to'g'ri ko'rinadimi hammasi? Umuman olganda yomon emas. Demak, men kuchlanib chiqib ketgandir. Yomon emas. Bizni demak, mobil versiyada mana bu sariq tugmachamiz chetga chiqib ketyapti. Buni ham to'g'rilashni so'raymiz. Yaxshi. Yana vaqt kerak bo'lyapti uni, demak, bu narsani o'ylab qilish uchun. Yana ozgina tanaffus olamiz. Demak, qaytamiz. 1 daqiqa-yu 30 necha soniyada o'zgarishlar qildi. Marhamat. Mana bizni qo'shib berdi. Muammo bor. Misol uchun, demak, mana bu tugmachamiz bizda noto'g'ri joylashgan. Bosib ko'ramiz, ishlaydimi yo'qmi? Ishlayapti. Qanday ishlaydi? Bog'lanish, hammasi ishlayapti. Demak, bizda muammo mana shu tugmachada. Keling, uni ikkita masalani birdan to'g'rilaymiz. Birinchidan, put call to action phone button next to logo, and it should be between logo and menu. Keyin, demak, on mobile version yellow button keyin mana shuni olishga harakat qilamiz. Olamizmi yo'qmi? Yo'q, olmayapmiz. Misol shuni yozishimiz kerak. Qo'ng'iroq. Yo'q, bunda boshqacha deymiz. Uni yellow button demak is not responsive. Yaxshi, davom etamiz. Yana bir joy to'g'rilashimiz kerak emasmi? Demak, to'g'ri. Mana bu joy qora bo'lgani yoqmayapti. Mana shu joyni ham qo'shamiz. Keyin 3. Header CTA button on hover should be header button should be yellow and hover style should be the same as hero section. Mana bu joy hero section deyiladi. Xuddi mana shunda tugmani shu yerda o'ziga ishlatgan deb aytdim. Yuboramiz. Videomiz uzun qilib yubormasligi uchun yana ozgina tanaffus olamiz. Aytgancha, agar sizga darslarim yoqadigan bo'lsa, Telegram kanalimga obuna bo'lish esdan chiqarmang. U yerda qiziqarli ma'lumotlar, videoni birinchi bo'lib ko'rishingiz mumkin, mahsulot menejerlik haqida bilimlar, startap, dizayn va shunga o'xshagan texnologik dunyodan yangilik va tajribalarni bo'lishib boraman. Lovable bizga o'sha boyagi o'zgarishlar qilib turgancha bitta ish qilsak bo'ladi. Bu yerda bizga mana shu demak rasm yoqmayapti, shunaqami? Keling, biz so'raymiz ChatGPTdan, please generate me image. Demak, bizga
format 16:9 bo'lsa, ya'ni 16:9 degani ozgina eniga cho'zilchoq, bo'yiga qisqaroq bo'ladi. Balkim bu yerga biz ko'raychi qanaqa bo'ladi, to'g'ri keladi. Bo'ladi 16:9 for education language center. They should be kids and all. They should be kids. Ko'ramiz nima beradi. Bu yerga qaytamiz, vaqtni ifodalanib, demak biz logoga nima qilib berdi? Ajoyib, ajoyib. Demak, nima so'ragandik biz? Mana bu yerda logo bilan menyu o'rtasida call to action, telefon raqam qo'shgan degandim va bitta joyda, mana bu joyda mobil versiyada bo'linmayotganini ko'ramiz. Zo'r. Bu bug'ni ham yo'q qildi. Keling, oxirgi joyini o'zgartirishga harakat qilamiz. ChatGPTdan olgan rasmni harakat qilamiz. Mana shu rasmni o'rniga qo'yish. Demak, ChatGPT bizda hozir rasm generatsiya qilyapti. Keling, bunga ham tanaffus olamiz. E'tibor qilamiz, ChatGPT nima qilyapti? Boyagi matnni ishlatib ham rasm yarata boshladi. Yo'q, don't use generate only hero image. Don't include any text. Okay. Yaxshi, yana qaytadan. Bitta qo'shimcha qilaylik. Realistic, photo, vibrant. Yorqin bo'lsin deyman. Boshlandi yana. Oxirgi qadam qoldi. Videoni yozayotganimga 25 daqiqa bo'ldi. Albatta sizlar ko'rib turgan YouTube'dagi video qisqa bo'ladi, lekin 25 daqiqa ichida bitta landing sahifamiz deyarli tayyor bo'lib qoldi. Bemalol aytsak bo'ladiki, yarim soatda landing chiqarib bera olaman deb biron kishiga. Mayli. Ozgina qo'shimcha olib 1 soat desangiz bo'lar ekan. Yaxshi ChatGPT, bir kuching ko'rsatdi, bizga bitta chiroyli rasm qilib ber endi. Choy damlab olib kelishim kerak ham deyman-da. ChatGPT ishlashiga qaraganda. Oldinlar to'g'ri illyustratorga berardim-da, kunlab kutardim bunaqa rasmlar tayyor bo'lishini. Hozir bu yerga 2-3 daqiqaga ham sabrsiz bo'lib qolganman. Yaxshi. ChatGPT bo'lindi. Buncha cho'zib yubording. Bilmam, qana gaplashish kerak. ChatGPT jon, sal tezlashgan. Odamlar kutib qoldi bizni. Yo'q. Ishlagingiz kelmayaptimi mana bu? I'm waiting deb yozib yuboraychi. Nima der ekan? Ikkinchi marta qilyaptimi? Yaxshi. Demak, ChatGPTga bir narsalar paydo bo'la boshladi. Ishqilib, I'm waiting deganni rasmni generatsiya qilmasa bo'ldi. I'm waiting degandan keyin boshqa rasm bera boshladi. Yaxshi. Mayli, qanaqa rasm berishdan qat'iy nazar biz davlatlarda bayroqlarni ishlatgan. Zo'r-ku. Demak, bayroqlarni ko'rganingizda ingliz tili, koreys tili, rus tili borligini tushuna olasiz. Qo'yil, yuklab olamiz uni va bu yerga biz aytamiz Logoable'ga. Hop, demak, bizda yuklab olgan rasmimiz bu yerda.
Yukladik. Please replace hero image to this one. Oxirgi prompt. Agar bu videom sizga yoqgan bo'lsa, albatta like va kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Bu narsa menga ilhom beradi, darsliklarda davom etish, bilimni bo'lishish, tajribam bilan sizlar bilan ulashishga. Qaytdik. Natijani ko'ryapsizmi? Rasm tayyor. Rasmni ham generatsiya qildik, landingni ham generatsiya qildik. Publishni bosamiz. Mana update bosar ekanmiz. Yangila degan. Bosdik va ko'ramiz. Marhamat. Landing tayyor. Rasmim yuklandi. Kurslarimiz bor. Ozroq o'tirishsak, mana batafsil ma'lumot boshqa joylarigacha ham qilsak bo'ladi, lekin hozircha bu shunchaki sinov tariqasida edi. Va misol uchun sizga yoqmayotgan bo'lishi mumkin, boyagi Farhod edu.yulduzi.lovable.app uni ham to'g'rilasa bo'ladi. Menimcha pulli versiyasida keling bir qilib ko'ramiz. Manage degan joyini bosdim. Demak, connected domains, connect domain mana shu bossangiz, aytganimdek pullik variantida, demak o'zingizda mana custom domains $25 oyiga to'lasak, custom domains ulab olsak bo'lar ekan. Demak, domenni shu yerda o'zida ham sotib olsa bo'ladi. Menimcha bu videoda, bu darsda yetarlicha ma'lumot berdim. Jami 30 daqiqada o'quv markazini web sahifasini tayyorladik landingni. O'ylaymanki, darsim foydali bo'ldi deb. Bundan keyingi darslarda yana davom etaman. Balkim qiyinlashtiramizdir, qiyinroq ilova tanlarimizdir. Lovable'da ishladimmi, endi V0 da ishlab ko'ramiz, Boltda ishlab ko'ramiz va hammasini sekin-sekin ishlab ko'rib, yaxshisini tanlab olamiz. Maqsadim bitta. AI, sun'iy intellekt rivojlanib boryapti. Bu narsalarni o'rganishni tezroq yo'lga qo'yib olding. Sababi dasturchi bo'lasizmi, mahsulot menejeri bo'lasizmi? Sun'iy intellektda ishlash bilmasangiz, agar ikki kishi tursa sun'iy intellektda ishlash biladi va sun'iy intellektda ishlamaydigan kishi, albatta sun'iy intellekt ishlaydigan kishini tanlaydi. O'ylaymanki, foydali bo'ldi deb. Ko'rishguncha, xayr.